Bugün seximizdan ish faoliyatlaridan gapirib beramiz. Ko'pchilik ish jarayonlaridan bir olib video qo'ying deyishadi. Ish jarayonlari oz bolalar obedga chiqqandan fursatdan foydalanib. Darvozalarimiz mana shu bilan shtampovka bo'ladi. Shtampovkaning ham yupqasi bu eng arzoni 09ligi. Yonlaridan qalin qilganmiz. Ko'pchilik darvozachilar stivalari ko'rinyapti. Endi darvozachilar aqli yaxshi ketadi. 1.3, 1.4 ishlatamiz. Ko'pchilik 09 birli ishlatadi. Xizmat qilishligini hisobga olib, chaqalarroq qo'yib qo'yamiz. Keyin ko'pchilik darvozachilar so'raydi. Ular qo'rmaysizlarmi? Kiraskan tayda bilinmaydi deyshadi. U mana hozir chakilashda terilayotgani. Faqat chokida bo'ladi xolos ular deydi-yu. Qolgan joylari butun materiallar olib chiqiladi. Hech kimga ular ishlatib yormaymiz. Aynan shu yerda. Ular qilinmaydi. O'tkazlardan materiallar ham yangi narsalar chiqadi. Faqat eski narsani ishlatib yormaymiz. Ko'ryapsizlar. So'ylar ham aytib turadi kerilib. Chiqayotgan o'g'itlardan shum chiqqanlar hozir. Ikkita kalitkalari bilan yerda mana sepgan tayyorlab bergan o'g'itlarimiz bor. Gibrid fason. Oldin ko'rsatishdi bo'lsa. Ular bir orqalarigacha germetika qilamiz har doim. Ko'pchilik qilmaydi buni. Mana narxlaring jicha qimmat deyshadi. Qimmatligiga yarasha o'ziga yarasha ishi bor. O'ziga yarasha mehnati bor. Foydalanayotgan mahsulotlarimiz ham o'ziga yarasha sifatliroq narsalardan foydalanamiz. Shuning uchun narx-navo ham o'ziga yarasha bo'ladi. Nimalarni ko'rsataylik sizlarga? Nimalar qiziq? Kommentariyada yozinglar. Kasallikdan zararlarni ham baribir bo'lsa qo'yib yuboramiz. Murodimiz ham bityapti. Xudo xolisa bitgandan keyin bitta video qilamiz. 3-4 kunda bitib qoladi bu ham. Hozir shu bitgan tayyor holatini ham rasmini qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar. Har doim podzakazga ish qilamiz. Bozorga ish qilmaymiz. Ko'pchilik so'raydi, tayyor robotlaring bormi? Tayyor robotlarimiz hammasi ko'chada reklamada bo'ladi xolos. Sexda unaqa tayyor robotlar yo'q. Sexda постоянный podzakaz ish qilamiz. Yasalayotgan zakazmi robotlar bo'ladi sexda. Sog' bo'lasizlar.